Hürmetli vatandaşlarım, ben ötken kileksiyemde Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump efendiga müracaat qilib, Uyg'urlar meselesini bu qatam Reis Xi Jinpingning oldiga qo'yishni, buning uchun Yalta konferensi ve Rus-Xitoy shartnomasi qatorliq shartnomalarni o'ttirib qo'yishni tuvanchilik bilan so'rab, bir grajdan sifatida so'rab, Uyg'ur xalqi uchun Moşa hizmetini qilib berishiniz kerak deb o'tingan edim. Shu munosabat bilan bu xabarlar endi bu Yalta konferensi, Moskva shartnomasi degan narsalar bu taxa Uyg'urlarga atrofli ochiq holda bildirilgan emas. Buning qiziqadigan Uyg'urlarmi taxa intayin az. Ham buning ichiga bu shartnomalar intayin sirliq. Bu arxivlar taxa o'tirg'i chiqqani yo'q. Hukumat tarafdan o'tirg'i chiqqani yo'q. Masalan, biz tunugun misolga oldik. Baltık boyudaki 3 devletten setilişi Rus-German shartnomasi o'ttirg'i chiqib bo'lgan edi. Rus-German shartnomasi 1939 8 oyda imzolangan edi. Keyin buni 1989 yili 5 oyning oldingi haftasida BBC'ning xabarida oldingi haftasida shu vaqtdagi hukumat Rossiya Federatsiyasi hukumati, yoki shu vaqtdagi kommunizm hukumati 89 yili Rossiya kommunizm hukumati bu shartnomani bekor qilganligini, bu butunlay Stalinning shaxsiy ishi, xususiy ishi ekanligini tilga ilib bekor qilib, Sharqiy Yevropa xalqlaridan Baltiq bo'yidagi bir necha davlat, 3 davlatdan apo so'ragan edi. Demak, shuningdan keyin 90-yili yemirilish davriga, Rossiya imperiyasi yemirilish davriga kirganda Baltiq bo'yidagi 3 davlat avval o'ttirg'i chiqib, 3 davlat qo'l tutishib namoyish qilib, Rigadan tortib Moskvagacha 700 kilometr oraliqda namoyish qilib, qator turib qo'l tutishib, o'zining mustaqilligini asliga keltirdi. 1918 yili jakarlagan mustaqillik, 1939 yili imzolangan Rus-German shartnomasi bilan setilgan, Rossiyaga setilgan, Polshaning yerimi Germaniyaga setilgan mushundaq ahvol ostida Latviya, Estoniya, Azaniya 3 davlat xalqi namoyish qilib, 91 yili yemirilish davriga kirgan Rossiyada tunji bo'lib, o'zining mustaqil davlatini asliga keltirdi. Endi bu tarixiy faktlar bir hukumat tarafdan, bu arxiv masalan Rossiya tarafdan, hozir Rossiya Federatsiyasi tarafdan yoki Jungo tarafdan, xuddi Gorbachev buni e'lon qilgandek, Jungo taraf ham e'lon qilish kerak. Agar mardlik bo'lgan bo'lsa, Jungolikda o'g'ilbolchilik bo'lgan bo'lsa, Jungolikda agar shundaqla 8 jo'p kategoriyalik axloqning egasi bo'lgan bo'lsa, Jungolikda bu arxivni e'lon qilish kerak. Chunki Rossiya ham e'lon qildi. Shuning o'xshashda bu arxivning Uyg'urlarga munosabatdagi Rus-Xitoy arxivini ham Rossiya taraf e'lon qilishi kerak, ham Xitoy taraf e'lon qilishi kerak. Shunda ahvol ostida bu sizdan bizdan qo'limizdan kelmaydi. Bu xalqaro masala. Bu shartnomalarning hammasi dunyodagi 3 chong davlatga munosabatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, shu vaqtgi Sovetlar Ittifoqi. Jungo buni imzolash qatnashamaydi, Yalta yig'ini qatnashamaydi, qatnashgan emas, qatnashtirilgan emas, ening salohiyatini to'shmaydi. Lekin Yalta shartnomasi asosida imzolangan Rus-Xitoy shartnomasi, ikki qatimliq shartnoma bu Yalta ramkasining ichida imzolangan shartnomalardir. Shunga bizning aramizda ba'zi kaltiko'say tarixchilar, o'zining kasbiy tarix emas, boshqa bir nima tarix sohasiga kirib olgan kaltiko'say tarixchilar yaqingacha bir nimalarni yozib, Yalta qo'ydi, Yalta yig'inida Uyg'urlar masalasi o'tirib qo'yilganmi? Yalta yig'inida Uyg'urlar masalasi tilga ilinganmi? Bu narsa hozirda oshkorlanmadi, hech kim e'lon qilmadi. Biz buni e'lon qilolmaymiz. U bu degan gaplarni qilishdi. Shunda yozmalarni ko'rib qoldim. Bugun vatandoshlarımga men fakt bilan buni tashlamoqchi bo'ldim. Shuning diqqat qilingki, qo'limdagi bu kitob Jungo Xinjiangning tarixi va hozirgi ahvoli. Xinjiang xalq nashriyoti. Qachon nashr qilingan ekan bu? Xinjiang xalq nashriyoti 2006 yili 5-oy. Ko'rdingizmi? 2006 yili 5-oy. 2005 yili 5-oyda prezident, sobiq prezident Bush Yalta konferensi tarixiy xatolik edi deb jakarlagandan keyin 2006 yili 5-oy, 1 yildan keyin bu kitob e'lon qilindi degan gap. Bu Xitoy tilida yozilib, Uyg'ur tiliga tarjima qilindi. Kitobning mavzusi Jungo Xinjiangning tarixi va hozirgi ahvoli. Li Xing boshlig'ida yozildi. Bu kitobning 314-betida, siz shunga diqqat qilinglar. Bu kitobning 314-betida mundaq mavzu bor. Ikkinchi
yoki bölüm. Ikkinchi, viloyat inqilobi harakatidagi ikkinchi qatimliq inqilob. Viloyat inqilobi harakatidagi ikkinchi qatimliq inqilob. Birinchi, Yalta yig'inida tilga elingan Şinjan masalasi. Kaltıkusay tarixchilar diqqat. Maktabni Xitoy o'zi yozdi, o'zi e'lon qildi, o'zi Xitoy tilidan Uyg'ur tiliga tarjima qildi. Şinjan xalq nashriyotida nashr qildi. Shu kitobning 314-betida, masalan, Jungo Şinjanning tarixi va hozirgi ahvoli. Kaltıkusay tarixchilar diqqat. Ikkinchi, viloyat inqilobi harakatidagi ikkinchi qatimliq inqilob mavzu. Ening birinchisi, Yalta yig'inida tilga elingan Şinjan masalasi. Hürmetli vatandaşım, bana paket. Sıdığacı herkes paksiz gap qilmaydi. Pak bilan so'zlaydi. Tasavvur qiladi. Pak tasavvur qiladi. Men shuni sizlarga bunda topshirdim. Endi ikkinchi kitob. Bunga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Mana maktabni ko'rib turibsizki, bu Jungo inqilobining rahbari Mavzudong bo'ldi. Bu kishi to'g'risida, Mavzudong to'g'risida bilib-bilinmagan hikoyalarni yozgan kishi Jangrong. Hanzu kishi. Enindeki Holiday, Angliz kishi. Bu Holiday degan kishi Angliyalik. Jangrong degan ayolning eri. Bu kitobning yiliga qachon e'lon qilindi? Bu yaqinda chiqdi. Bu yaqinda e'lon qilingan kitob. Bu kitobning men betsanini izlab yurmay, bu kitobning ismini aytib berdim. Bu hozir buni mening esimda qilish 33-bölümmi, 34-bölümmi shu bölümde shundoq bir xabar bor. U xabarda Jungo'nun şu vaqtga Deng Xiaoping 1989-yili 5-ayning 15-kuni Rossiya Kommunist Partiyasining şu vaqtda sekretari Gorbachevni Beijingni ziyorat qilish taklif qildi. Men bu ziyorat to'g'risida qaraysiz sizlarga leksiya so'zlagan edim. Nima uchun ziyorat to'g'risida taklif qildi? Chunki Gorbachev 1989-yili 5-ayning oldingi haftasida Rus-German shartnomasini bekor qilganligini jakoladi. Jungo rahbari Deng Xiaoping qo'rqib ketdi. Jungolik iste'molchilar qo'rqib ketdi. Yolg'on tarix yasab chiqsalar qo'rqib ketdi. Viloyat inqilobi Jungo inqilobining bir qismi deb yolg'on po'atqanlar qo'rqib ketdi. Viloyat inqilobi armiyasi faqat 14 ming kishilik kishi edi deb jakarlagan Jungo kompartiyasi qo'rqib ketdi. Buning keyindagi sir nima? Rossiya hukumati yak Gorbachev shu vaqtda Rus-Xitoy shartnomasi 1945-yili imzolangan, Rus-Xitoy shartnomasi 1950-yili imzolangan. Birinchi qatimda Jiang Jieshi Sun Jingsanning o'g'li Sun Keni Moskvaga suhbatga ketdi. O'zining o'g'li Jiang Jingoni Moskvaga suhbatga ketdi. Ikkinchi qatimda Mao Zedong avval 49-yili 5-7 ayda o'zining ayoli Jiang Qingni Moskvaga avatdi. Ondan keyin sobiq rais Li Shaochini Moskvaga avatdi. Bu ishlar 49-yili 1-ayning 31-kuni Shibeypoda Mikiyan bilan Mao Zedong o'rtasida o'tkazilgan suhbati planlangan planni ijro qilish uchun avatdi. Li Shaochi Jiang Qing qatorliqlar Mao Zedongning xotini Moskvaga 5, 6, 7 oylarda uzun turdi. Badi 8-ayda Uyg'urning Hazreti Ahmadjon Qosimi qo'lga olindi. Biz keyingi Turkiya kitobi, Turkiyada e'lon qilingan kitobni sizlarga so'zladik. O kitobda 1962-yili Ahmadjon Qosimi qatorliq Uyg'ur davlatining rahbarlari Rossiya, shu vaqtgi Rossiya KGBning turmasi, Lyubyanka turmasidan sharq shimol orqali Xitoyga o'tkazib berildi deb men sizlarga leksiyada so'zladim. Mana bu tarix. Mo'sha kitobning Mao Zedong to'g'risida bilinmagan hikoyalar qismining 33-qismi hozir ulgurmayman. Echib qismida nima deyildi? Deng Xiaoping Gorbachev bilan ko'rishib qo'l olishib nima dedi? Biz tarixda sizlarga bir Şinjan barobar tizimini berib etdik. Ya'ni hozir Xitoy tarixchilar hozirgacha deydi. Bir Şinjan barobar tizimini Rossiya besib olgan deb Kaltıkusay Xitoy tarixchilar so'zlab turdi. Hozirgacha da'vatida. Şu vaqt Deng Xiaoping degan gap bu. Deng Xiaoping shundoq deydi. Biz bir Şinjan barobar bir zimini sizlarga berib etdik. Lekin gapning oxiri yo'q. Shuni sizlar Şinjan to'g'risida yoki Uyg'urlar to'g'risida, viloyat inqilobi to'g'risida, Uyg'urning milliy demokratik inqilobi to'g'risida e'lon qilingan, imzolangan shartnomalarni e'lon qilmanglar demoqchi. Dedi buni, lekin matbuot chiqmadi. Bu keyin bu kitob nima deyildi?
Andın Çençetin'in Tashqi ishlar ministri Çençetin'in əslimisida qismen aşkarlanğanlığı doğrusida hele radioga xabar yazgan IZU degan xabarni yazgan muxbir Yaponiyadan xabar qilib, şu vaqtda Gorbachev bilan Deng Xiaoping o'rtasida Xinjiang masalasiga oid, yani Uyg'urlar qurgan davlatga oid, şu to'g'rida imzolangan Rus-Xitoy shartnomasiga oid gaplarning bo'linganligini sizlarning Xinjiang xalq radio stansiyasiga so'zlab berganligi, belki bunu sizlar shuningdek xabar qilib anglagan bo'lishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi paket. Endi üçüncü paket, bu özüm tayyorlagan paket. Dostum, rahmetli dostum Osmancan Savut bilan tercüme qilgan Raqiblar va ittifoqdoshlar degan kitap. Amerikalik autor John Garver yazgan kitap. Bu kitapның avtori Amerikalik autor John Garver. Buningda yaltışığında Uyghur tilgi elinde degan bir eg'iz gap yo'q. Biroq Yaltışığında Rus-Xitoy shartnomasini imzolash, birinchi qatim imzolash va ikkinchi qatim imzolashning belgilanganligi to'g'risida Mao Zedong bilan Stalin suhbati, Jiang Jinggo, Jiang Jieishning o'g'li bilan Stalin suhbati, Manjuriya masalasi, Xinjiang masalasi, mushu urush davrida, Ikkinchi dunyo urush davridagi Rus-Xitoy munosabati. Anandaki en mühim bu münasebetini belgilegen Amerika Qo'shma Shtatlarning Moskva turishliq baş elchisi Hariman. Anandaki Amerika Qo'shma Shtatlarning Chongqingda Kuomintang hukumat turishliq baş elchisi Xerli o'rtasidagi diplomatik munosabatlar. Buningda sizlar Sun Ke bilan Tashqi ishlar ministri Kuomintangning shu vaqtdagi tashqi ishlar ministri Sun Ke bilan Stalin o'rtasidagi suhbatga qarasanglar hayron qolasizlar. Ondan keyin Stalin bilan Jiang Jinggo o'rtasidagi suhbat bu berilmagan. Biroq bu sirtdan topshirilgan. Onun qarasanglar hayron qolasizlar. Mushu paketlar asosida biz hozir tahlil qilib, Uyg'urning davlati, Uyg'urning 1 million kishilik odami va 100 ming kishilik armiyasi Rus bilan Xitoy o'rtasida yo'qotildi. Yili mekir bilan yo'qotildi degan so'zlarni mushu paketlar asosida so'zlayapmiz. Agar mushu paketlarni boshqa tahlil qiladigan apandilar bo'lsa marhamat. Biroq qariq yo'q so'zlamayli. Uyg'ur masalasi yaltışığında o'tirib qo'yilmagan. Sizde bunda hukuk yok. Sizde bunda hüküm gücü yok. Sizde bunda tarih qarash yok. Sizde bunda tarihi tasavvur yok. Sizde bunda Uyg'urning taqdiri ko'ngil bo'lish yok. Şuna siz bu meselede azraq sözden efendim. Şuna bu meselege hem azraq köngül bilen efendim. Köngül bilsiniz bana paketler köngül bilen efendim. Bana kitaplar turuptu. Şuna men vatandaşlarım ötken sözlerimden paketlerini delilleş ve oturup koyup bir için bu kitapını sözlep çıktım. Kötürep çıkıp vatandaşlarım gösterdim.